Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun mana 8-iyun chizsosa haftaning dushanba kuni. Ko'rib guvohi va shohida bo'layotganlaringizdek bir vaqtning o'zida Sankt-Peterburg Termiz hamda mana Sankt-Peterburg Qarshi yo'nalishi bo'yicha reyslarga registratsiya jarayonlari boshlandi. Sankt-Peterburg Qarshi O'zbekiston havo yo'llari 20 kilogacha 8 kilo urushlar tarafida promo reyslar hamda Sankt-Peterburg Termiz Qanot Sharq aviakompaniyasi 20 kilogacha 5 kilo urushlar tarafida hozir mana reyslarga registratsiya jarayonlari ketyapti. Ko'rib guvohi bo'layotganlaringizdek aziz vatandoshlar, passajirlar soni nihoyatda ko'p. Agar siroshnega kimda-kim bilet so'rash yoki bilet olib uchib ketishni talab bo'lsalar, aynan mana shu reyslarga biletlar, mestalar mavjud, lekin juda ham qimmat. 40 mingdan 45 ming, 50 minggacha biletlar hozir Avishni продажада ham bor, aynan mana shu Qarshi hamda Termiz yo'nalishlarida. Shuning uchun aziz vatandoshlar, doim sizlarga aytib o'tib kelyapman. Bilet olishda harakat qilingizlar, vaqtliroq 1 oy, 2 oy, 3 oy oldin olib qo'ysalaringiz ancha arzonroq variantdagi biletlarni xarid qilib olaverasizlar. Videoning ostida har doim kerak nomerlarni ko'rsatib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Aviakassa va sizlar uchun xizmatdamiz.